Siz buni bilarmidingiz? Tog' daryolarida uchraydigan marinka balig'i eng chaqqon va ehtiyotkor baliqlardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum, baliq ovlashni yaxshi ko'radigan do'stlar. Bugun sizlarga juda qiziqarli baliqlardan biri, marinka balig'i haqida qisqacha ma'lumot beraman. Marinka oqimi kuchli, suvi tiniq bo'lgan daryolarda yashaydi. U odatda toshlar orasida, chuqur va sokin joylarda yashirinib yuradi. Bu baliq juda tezkor va hushyor bo'ladi. Shu sababli uni tutish ham oson emas. Marinka yemni sezsa, darrov chetga chiqib ketadi. U suv hasharotlari, mayda jonivorlar va ba'zan kichik baliqlar bilan oziqlanadi. Ayniqsa ertalab yoki kechki payt yanada faol bo'ladi. Baliqchilar marinkani sport baliqlaridan biri deb bilishadi, chunki u qarmoqqa ilinganda kuchli qarshilik ko'rsatadi. Marinka go'shti ham mazali bo'lib, to'g'ri tozalansa qovurishga ham, sho'rvaga ham juda yaxshi ketadi. Agar siz tog' daryosida baliq ovlashni yoqtirsangiz, marinka albatta sinab ko'rishga arziydigan o'lja. Almalik Fishing kanaliga obuna bo'lib qo'ying.